rostmi hammasi tug'ma. Shu yoshlarga o'xshab tetik bo'lay deymanu shu bel margat qiladi-da. Alo, qizim. Bobojon, srojniy xonamga kiring iltimos. Xonandaman qizim, gapir. Bobojon, hozir ayni muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 10% to'lab xonada xarid qilmoqchi edim. Hujjatlarim juda ham kerak bo'pti. Xonamga kirib noutbukni yonini bosing, yonadi. Yoqdim qizim. Sichqonchani ko'rdingizmi? Chichqon? Ko'rdim chichqonni. Xonanda to'p o'ynama deganman. Qizim chichqon ko'payib ketibdi xonanda. Yo'q, stol ustidagi sichqonchani aytyapman. Ha, ko'rdim. Chichqonmi bu? Ha, o'shani sekin aylantiring. Aylantiryapman qizim. Nima chiqdi? Hech narsa chiqmadi qizim. Bobojon, stol ustiga qo'yib silang. Asalim, poponam. Chiqdi qizim. Strelka chiqdi. Aha, o'shani burchakka boring, burchakka. Uyni burchagiga olib keldim qizim. Obbo, kompyuterni oldiga boring, bobo. Katta odamning haqqimada. Rabochi stol ustida papka turibdimi? Ha, papka turibdi qizim. Papkani ichida nima bor, bobo, papkani ichida? Papkani ichida fayl bor qizim. Ha, o'sha fayl ichida nima bor? Chota fayl pustoy qizim. Qo'rqitmang, bobo, qanaqasiga pustoy bo'ladi papka? Ha, mana xonandagi stolda papka ichida fayl bor, pustoyda qizim. Ey bobo, ekran ichidagi papkani aytyapman, ichida fayl bor, fayl. Ha, shuni aytmaysanmi qizim? Ha, mana burchakda bordi. Ha, o'shani 2 marta bosing. Ha, qizim, sen uchun 2 marta emas, 4 marta bosib qo'yaman. Ana. Nima chiqdi? Udalit все. Ha?